Ko'pchilikka yoqadigan shirinliklardan bittasi afganskiy shirinligini bugun sizlar bilan tayyorlanishini o'rganamiz. Buning uchun birinchi elangan unimizga margarinimizni solib, krojka qilib olamiz. So'ng razryedитель va vanilin solib aralashtirib olamiz. Endi navbat smetana bilan tuxum sarig'iga. Smetana bilan tuxum sarig'ini ham soviganimizdan so'ng xamir qorib olamiz. Yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Xamirimizni teng uchga bo'lib, xolodilnikga 1 soatga tindirib qo'yamiz. Endi bezeyimizni tayyorlaymiz. Bezey uchun tuxum oqiga shakar, kukuruznik kraxmal solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Qizlar, agar sizlarda katta mikseringiz bo'lmasa, ruchnoy mikserda qanaqa qilinishini opsioniyada to'liq yozib qoldiraman. Sizlar har bitta ko'rishga alohida bezeysini tayyorlab olsanglar bo'ladi. Tayyor xamirimizni listga yoyib olganimizdan so'ng, ustidan bezeyimizni surib chiqamiz, tekislab. Xohishga qarab chetidan nasatkada chiqarsanglar ham bo'ladi. Ustiga yong'oqlarimizni sepib, ozgina bosib qo'yamiz va qizigan duxovkada pishirib olamiz. Har bitta ko'rishimizni xuddi shu texnikada pishirib olamiz. Endi navbat krem tayyorlashga. Xona haroratida yumshagan saryog'imizni yaxshilab ko'pirtirib olgandan so'ng, sgushonklarimizni ham solib, yaxshilab mikserda ko'pirtirib olamiz. Har bitta ko'rishimizga krem surib, ketma-ketlikda taxlab olamiz va ustini ham xohishga qarab bezatib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi. Retsept yoqqan bo'lsa, yurechalan bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman.